Yo, barchaga salom bo'lasizlar bilan men Qadamli Samuray va Amirchi va Qadamboy bilan birgalikda yangi challenge bo'ldi. Challenge juda ham qiziqarli va ko'rayotgan bo'lsangiz bizda qanot bor, uchib keta olamiz bo'ldi. Bolalar videomiz boshlamasa videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bolalar. Har doim deyman, har bitta videoda 5 ta randomlik bo'ladi. Shuning uchun ham sizlar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyaga o'zlaringizni yozib qoldiringlar bolalar. Obuna bo'ldim va like bosdim deb turib kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Albatta shartlari obuna bo'lish, hamma kanallarga obuna bo'lish va like bosish shart bo'ladi. Hozir oldingi videomizda videoga like bosganlarga obuna bo'lgan obunachilarimizda Druziga qo'shamiz. 5 ta eng omadli obunachini qo'shaman Druziga. Demak bolalar, obuna bo'lish, Druziga tashlashga kirganman. Mana bu yerda sizlarga shartlarini tushuntirib o'taman. Shunda videoga bitta like bosasizlar, hamma kanallarga obuna bo'lasizlar. Hamma kanallarga obuna bo'lgandan so'ng kommentariyaga obuna bo'ldim va like bosdim ikkilanib qoldirasizlar. Demak, omadli 5 ta obunachini tanlaymiz bolalar, ketdik. Obuna bo'ldim, like bosdim. Salihani qo'shamiz Druziga. Da, birinchi omadli obunachiimiz obuna bo'ldim, like bosdim. Baxtev 7101. Baxtevni ham Druziga qo'shamiz. Ikkinchi omadli obunachimiz bolalar, obuna bo'ldim, hammasiga like bosdim. Qani nikingizni yozmabsiz-ku? Obuna bo'ldim, like bosdim, 5-marta yozdim. Direkt yo'malingiz. Qani nikingizni yozing, men durust tashlayman. Obuna bo'ldim, like bosdim. Asadbek King. Asadbek King 3-omadli obunachimiz. Druziga qo'shdik. Obuna bo'ldim, direkt tashladim. Nikim Muzon 7. Muzon 7ni qo'shamiz. 4-omadli obunachimiz. Va 5-si men ham iltimos nik. Qani obuna bo'lib like bosdingizmi? Yozmabsiz-ku. Obuna bo'lib like bosdim nik Afzalbek. Afzalbekni ham qo'shamiz bolalar. Oy 5 ta omadli obunachimiz va Druziga qo'shdik. Bolalar, bu yana bonus sifatida yana bitta bolani Amirchi Kut dedi. Beksul Samuray obuna bo'lib like bosdim. Samurayni ham qo'shamiz bolalar. Beksul Samurayni Druziga qo'shdik bolalar mana. Beksul Samurayda hammasini qo'shdik bolalar. Bugun 9 ta bilan Druziga oldik bolalar. Keyingi videoda hamma shunaqa qilaman bolalar. Har kuni 18:00 da kanalimda video chiqadi. 18:00 da kiringlar. Sразу videoga like bosib, hamma kanalga obuna bo'lib, likni yozib qoldirsanglar, men Druziga qo'shaman bolalar. Короче, challenge'imizni boshladik bolalar. Ibn zona emas. Bu Amirchi zonasi. Mana zona mana bolalar 20 ga pul ishlagan. 80 robustdan challenge. 50 ga pulim bor. Biz ona uchib turamiz. Bizda stamina degan narsa bor. Bilasizlar, stamina bu bizga qanchalik uzoqqa uchishimizni belgilaydigan narsa. Hatto bizga qanaqadir pullar beryapti. Oy, bizning ikkinchi uncommon zonaga 800 metr vaqt qoldi. Lekin menimcha qaytishimizga stamina yetmaydi. Qaytishimizga stamina yetmas ekan. Bolalar bora olamiz, lekin qayta olmaymiz bu yerdan endi. Qochish qiyin, qo'laydi bolalar. Keyin mana ular, buni voy reverse qilish kerak ekan-ku. Reverse qildik bolalar. Pullarni yig'amiz. Mana bu yerdan maksimum kuchaytiraman. Bizga ko'proq pul beradi. Keyin transferim. Bu transferim orqali biz stamina va speed olar ekanmiz. Bizga 100 ga pul kerak ekan. Staminani kuchaytirsa bo'ladimi bu yerda? Staminani kuchaytirib bo'lmas ekan. Faqat tezlikni kuchaytirsa bo'ladi bolalar. Demak, bizga reverse ga keyin 60 ta speed kerak. Bu mazuna emas, nimaga berib kiribman? Mana buni olamiz. Nima qilyapti bu? Sanmi bu Amir? Bu Amir bolalar. Yo'q, boshqa birovmi? Bu cappuccino emas. Sen cappuccino olding o'zi. Yo'q bola. Common zonaga keldi. Uy, $10, $100 deb o'ylabman. $10, $5 qimmatroq yo'qmi? Eng bu zo'rga chiqib. Uy, VIP zonada bo'la bor ekan, VIP zona. Ani commonga chiqishimiz uchun daxoy yurishimiz kerak ekan. Ko'ramiz hozir bizda podarkalar yo'qmikan? 25 ga berdi tekinga menga. Bu yerda fluri ham berdi. Voy, $200 fluri oldim. Pullarni yig'amiz. Mana shu flurani kuchaytirishimiz kerak, chunki bizga ko'proq pul beradi endi. Demak, qanot sotib olgan bo'lar ekan. Stamina 100 ga yana staminasi ko'p qanot sotib bo'lar ekan. Transferimda narsa. Nima ketdi? Yo'q, cappuccino oldingmi? Osman gruppa. Nega qo'shilib bo'lmayapti community'ga? To'xtalar bo'ldi, community'ga qo'shilamiz. Bolalar, men community'dan chiqib ketdim ikkita. Endi mana buni olib ko'ramiz, mana shu berish kerak. Qanaqa nimaga bermayapti endi? Nima? Yo'q, hozir shuni bossam, mana. Voy, oldim. Shimpanzini bananini berdi. $600. 500 ku tupoy. 100 ga pulim bor, 100 ga pulga. Qanot olganda musir qanot ekan bu. Tezlik вообще past-ku. $600 beryapti. Mayli.
Tezlik 42. Demak, bolalar o'zi biza ikkinchi zonaga chiqishga harakat qilamiz desam, yo'q, bizga hozir ko'proq pul kerak bular. Pullarni yig'amiz bezimizdagi. Endi bularga biz transform qilsak bo'ladi yoki oy, 10 ta stamina, ko'proq stamina qo'shib berar ekan. Iye, men kapuchino bo'lib qoldim-ku. Men qanotim ko'rinmayapti. Bola mana shu yerdan, zonadan qanaqadir bir normalniy bir o'timiz olamiz. Qanot o'zi ko'rinmas ekan, amirchik aytibdi. Men pullarni yig'amiz. Ye, tushib ketdim bas. Voy, siz mali chiqsa yo'q. Yaxshi kelinglar-da. Yo'q, men transform. O'zim yaxshiman, o'zim borlar. Ikkinchi zonaga bordingmi? Staminang qancha? 42. Yo'q, meni staminam ko'p. Mana kapuchino qilaman, 42 meniki ham. Nima? Qani kuchaytirib yuboraymi bitta variantlarni? Bo'ldi, biz uchib ketamiz bo'ldi. 42. Yo'q, bo'la. Ikkinchi zonadan 42 bilan ikkinchi zonadanmi? Variant olib kela olamanmi 42 bilan ikkinchi zonada? Tez ketib qo'yapgan-ku bu. 50 million debdi. 2 million keyingan u. Upgrade qilaymikan yoki? Men tezgimni upgrade qilmaganman. Ha, kuchaytirdim. Yana upgrade qilamiz. Yaxshi, endi ketdi. O'yinni tez ketyapti. Zo'r. Bolalar biz o'sha yetib keldik. 120 dollarlik biron topib oldim. Yetib olasiz. Yetolmaydi. Yetolmadi, kel, bola yetolmadi. Olib keldim. Global Fruit'da drilloni. Shu nasaba 3-zona ham bor bo'lmaydi. 3-zonaga borishda stamina va tezlikni kuchaytirish kerak. Tezligim 97. Pullarni yig'am. Pullarni yig'ish kerak. Tezlikni yana kuchaytiramiz. Keyingi 80 da ekan. 80 qilishimiz kerak. Pullarni yig'ik. Bayga o'tamiz. Tezligimiz nima? 67 80 bo'ldi. Tezligimiz 80 bo'ldi. Yana 100 gacha pul kerak bizga. Qani sani ba'zi endi. Bo'la qatdan olding? Padarka otman bu. Qanaqa padar ekan? Yo'q, bo'la kodlar. Yoksa 100 tezlik kerak. 181 kamiz bor. 80 ta qilishim uchun yana 150 k pul kerak bo'ldi. Yana 150 k pul yig'ishimiz kerak, lekin undan oldin bizga tekinga qachon beradi endi bir normalniy? 5 minutdan keyin ekan. Dayman mana bu 1 million. Hozir men kuchaytirayman, Global Fruit'da o'dirib kuchaytiramiz. Zo'r, bu ham 1k beryapti. Hammasini yig'amiz. O 1 million berdi padarka. Tezligim 7. 7 Mana sovg'a berdi bizga. Reverse qil. Tezligim 107. Bolalar biz juda ham ko'p pul oldik. Qani 500 ga pulimiz bor. Endi bunga hozir biz tezlikni kuchaytiramiz yana. Nima? Reverse. Hoppa, yaxshi. Qolgan pulni 80 bo'ldik. Endi qolgan pulni kuchaytiramiz. Qaysi variant? Mana shu variant kuchaytiraymi? Mana shuni kuchaytiramiz. Yaxshi, sekundiga 5 ga beryapti endi bu. Takut. Va uchamiz bola ikkinchi zonaga borib kelamiz. Easy boramiz. Ketdi. Bola ikkinchi zonaga ham keldik. Qani bu yerda Global Fruit'da turadilar, 150 dollarlik variant bor, 200 dollarlik variant oldim. Mana nima? Lucky blockmi? Saqur ekan. Bizga 200 dollar pipi kiwi kerak. Ushlab oldim meni. Qoch! Qo'laydi hozir. Qoch bola ushamasa bo'ldi. Ko'tga ekib ketamiz. Yo'q, bu вообще yetolmayapti menga. Day qo'shdi bolalar. Hoppa! Olib keldim. Pipi kiwi oldik 200 dollarlik. Endi buni ham kuchaytiramiz. 300 dollar qilib berdi. Buni ham kuchaytiramiz endi. 700 ga pulimiz bor. Yangi qanot 2 millionmidi? 2 million ekan. Yo, ikkita reverse kerak ekan. Hozir hamma pulimizga mana uni kuchaytiramiz.
Zo'r, bu ham 5 7 ga, men ham 5 7 ga. 3 ga bording уже. 200 dollar aldım. Yo'q bilad. Unga вообще ko'p tezlik kerak. Ortaga ketma, aldım. Ortaga. Davay, mana uni qilamiz. Hoppa, yaxshi 500 ga pulimiz bor. Mana azizlik turar 7 gadan beryapti, zo'r. Mana bu yerda tekinga podarka 100 ga berdi. 5 million? Dinang, kuybetdan aldaqchi. O ina 50 sekunddan keyin 5 million. Menga esok sekolaq beradi. 1 trillion beradi 3-kuni. 5 trillion, 10 trillion, 25 trillion. 7-kuni esa Diamond garamarama 250 ga oldim men yana. 250 ga valla. O padarka. Padarka açayım. Qaysi bor ekan? Ha? 5 milliondan ko'tku. Ha. Beradi. O'q anda 1 million pulim bor. Padarka aldım. 20 sekunddan keyin 5 million. Transferim gutdan 50 million, Wings gutdan 2 million. Kingiz 50 million. Kanatniki. Qanotnikimi? Qanotniki 50 million emas, 25 million. Buniki 50 million. Kanadaki men aşağı 50 million. Not bir not 50 milyon ekan valla. 15 not va bir not 15 ga. Ha, eng ko'p 15 ga. Uçup kelazim valla. Kelestil spam bo'ldi. Kelestil spam bo'ldi. Borib keldi. Oh. Kelestil zonada lekin. Kelestil zonada tuboy. Sen qanaqa qilib borasan Kelestil zonaga? Filistin'e de o. Eng oxirida. Deyman, bir net like chetiramiz, sonra bir kaq qo'yak. 1K. Mana bir kaq qo'yamiz. 2 ga. Voy be, shuncha pulim ketdi, 2 ga bo'ldi. Mana ularni ham bir kaq qilib qo'yish kerak, qaytayapti. Mana. O yaxshi. Mana Grobo Futudrilloni ham va buni ham bir kaq qo'yamiz. Zo'r emas, kal bo'lib turibdi menda. Zo'r. Reverse ham ekan, bolalar reverse qilamiz. Yaxshi, endi ko'p pul beradi bizga. Çok bu. Jonim o'zgina qolibdi bola, o'lib qolamiz. Herkes buna vardı. 500 ga pulim bor. Qani bu yerda nima bor? Kering tushiramiz bola. Zo'r. Trans va pullar yig'aytdan azich o'q zonamni ikkita chiqib qo'ydim. Mana u qadam boy zonasi. Oy, unda 2 ga bor ekan. Yaxshi qadam boy. Avech zonasi ham kuchli lekin. Avechda 64 ga. Mana undachi. Ya buniki Misr ekan. Mana uniki ham. Ya buniki ham Misr. Bu nima? Tekinga wing berar ekan. 50 soat o'ynash kerak deyaptimi? Jinnimi bu? 2 kun o'ynash kerak ekan. Menga bir minut berdi. Ha ketdi valla. Reno Tostesterino deganmi? Qanaqa bir minut berdi menga. Hoppa, 3 ga beryapti sekundiga. Pullarni yig'amiz, uni kuchaytiramiz. Hozir ana ishda o'tib ketaman, easy. 20 ga beryapti, zo'r. Общий qancha beryapti shunda menga juda ham ko'p beryapti. Hamma pullarni yig'aydi hozir. Qani bolalarni pullarni yig'amiz. Zo'r bola, zo'r. 10 million pulimiz bor, 10 million. Qani bizda qancha berdi? O 1 million berdi menga. O 10 million, endi 10 million. Bizda transferim 2 millionlik qanot oldik. Endi mana bir o'tib tushiramiz. Voy 56 ga beryapti sekundiga. Nima? Speedim lekin juda ham kam. Speed tushirishimiz kerak. Million kerak bizga, million pullar kerak. 1,5 millionimizga endi kuchaytiramiz. 86 91 bo'ldi, 92 bo'ldi tezligimiz. Tezligimizni 150 qilishimiz kerak. Octane total 5 reverse, 5 ta reverse qilish kerak ekan. Demak, pullar yig'ay tez. 2 million pulimiz bor. Yana kuchaytiramiz. Deyarli qana bolalar 3-zonaga bora olamiz, hozir ko'ramiz. 3-zonaga. Bolalar 3-zonaga keldik. Afsuski lekin 16 ta, ana atay 16 ta narsamiz qoldi, staminamiz. Endi orqaga qayta olmaymiz-ku. Qaytarmış. Day, o'z bizani. Oy, meni qo'yibdi. Oy. Tutamasa bo'ldi chiqib. Yo'q, bu bizani tutolmas ekan. O'z staminam tugaydi. Ya! Qaytaman. Yo'q, bilad, shunda o'ldik bolalar, afsuski. Yetmadi, staminamiz ko'p. Bir yana 10 ta stamina qo'shilsa zo'r bo'lardi. 7,5 millionga tezlikni kuchaytiramiz. Yaxshi 107 tezligimiz bor endi. Reverse qilgan bo'ladi, lekin hali reverse qilmaymiz valla. Chunki 3-zonaga borib predmetlarni olib kelish kerak, juda ham ko'p. Ularni kuchaytirish kerak. Demak, bizga hozir tezligimizni kuchaytirishga yana 2 million, 22 million kerak. 22 million? 25 million. Menga yetdi, kuchaytirib olay. Demak, pul soqqa yig'ilishini kutamiz valla. Bolalar bizda event boshlandi, juda ham zo'r qo'lli event menimcha. Oqarib ketdi hammacha. Endi hozir pullarni yig'amiz, bayga o'tamiz bolalar. Biz o'zimiz tezligimizni kuchaytiramiz. 113 bo'lib ketdi. Endi bolalar ko'ramiz.
3-chi zonagacha borib qayta olarmikamiz yoki yo'q. Menimcha bu safar borib kelamiz. Bolalar event bor payti mutasaddi birotlarni olib kelishga 3-chi zonadan chunki qimmat bo'ladi va ko'p pul beradi bizga. Davay. Bormi? Oy bolalar, Burcha. keldim men. Ikkika. Nech bu? 2,5 Voy ka. bila. 1 2 1 4 ka. Men 2,5 kani olaman. Ochdik. Davay bolalar, qayta olmadim. Men qaytaman hozir bolalar. Qaytishga juda ham ko'p stamina ketarkanmi? Tez ketyapti nimagadir. Aman iki voy 70 milyon baba. Voy, bila nimaga yetmayapti qaytishga stamina? Aha 70 milyon baba. Oy! Voy! Men nariyan qanday o'taman? Yeta 2,5 ka olgandim. Yani çabuk 50 milyon alayım mı? Ol. Valla adam kaybetmiş. 15 milyonum bor. Tez ozgincha kutib olamiz. 16 milyon kerak bizga. 49 oldu ama. Yo'q, staminasi 49 qolibdi. Mana shuni sen borib kela olasan. Qani tezlikni ko'raychi 1608 biga yanada kerak. Yaxshi. Endi sota olamiz. Zo'r. Endi uch ko'ramiz bolalar. Maksimum staminalar hamma narsani tejash kerak. Davay, ketdi. Uchamiz 3-zonaga qarab. Hozir event borib payti sraz borib kelishimiz kerak bolalar. Lekin tezlik kuchaygan sarin staminani juda tez ketib qolar ekan. Üçgen. Ayol 3ga olibdi bolalar. Üçgen bak. Cappuccino. Ya bile yürüsene. Oy keldik 22 2 1 ga, mana qancha? 8 ga, 4 ga, nimaga arzon? 3 ga. Ya 8 tane kaldı 6 tane. Davay bolalar yetamiz. 2 tane aha. Nima oldi? Skaytamis. Men qaytaman. Aha. Qaytaman men. 2 tane kalmadı he. Skaytamis. Qaytaman deyman. Qaytsamchi. Qaytsam nima berasan? Cevap kaytamis. Qaytsam nima berasan? Qaytsam nima berasan? Qaytdim bolalar. Oy. 2 kaligini oldim. Üçgen aldım. Voy bila. 3 ga oldim men ham. 3 ga oldim. Bolalar qaytganimni qaranglar-da. Bu matematika deyiladi, hisoblash deyiladi. Hammasini hisobga olib keldim. Hamma tushuntiramiz. +25 ga beryapti kundiga. +25 ga bo'ldi. Hamma pullarni yig'amiz. Yana tezlikdan ozgincha kutib olsak, biz easy borib kelar ekanmiz. Davay. Yo'q, tezlikdan ancha kuchaytirish kerak. Ancha pul kerak bizga bolalar hozir. Lekin hali borib kelaveramiz bolalar. Ketdi. Davay, yana bitta borib kelamiz. Davay, 3-zonaga borib kelamiz hozir bolalar yana. 1.8 ga, 2,5 kani. Kaktu hippomotoni. Endi nima spam bo'ldi? Nima spam bo'ldi? Yo, musor bilan spam bo'libdi. 100 ya. 118. Diyor. Ha? Davay bolalar, davay. Tushib ketamiz. Davay boramiz, yetamiz. Tamam mı? Nima? Kasız. Shu yerdami? Tamam da. Davay bolalar, davay. Davay, ketdi. Easy olib boraman, easy. Nima? Çekiyor. 2,5 ga. Buranın kaldım ben. Easy keldi bolalar. Hoppa, olib keldim. Даже 3 ta staminam ortiq qoldi. Talpa di ferro bilan mana buni olibman. Talpa di ferro joyiga qo'y. 1.6 kani o'rniga qo'yamiz. Endi buni kuchaytirishimiz kerak, hamma pulni yig'amiz. Oy, bizda qancha pul bor? 24 million. 24 millionga uni kuchaytiramiz endi. Qani davaydan sizdan bir sekundiga 235 ga. Davay bolalar, hisoblaymiz endi. 260 ga, mana bu 300 ga, yo'q mana bilan 500 ga bo'ladi. Mana 550 ga, 300 ga, 330 ga pulim bor, 330 ga. 600 gali cappuccino assassino. 3 ke vardı bu. Aşırı alt ke vardı. Fay bilet. Kim bu? Irshod. Qadamboy degani ko'raychi. Qadamboy. Qani Qadamboy birinchi o'rin olibdi. Ye! Qadamboy yetibdi-ku. Qadamboy yetibdi. Qadamboy 3 karra bilet olib ketibdi. Mana Qadamboy yetibdi. Mana Qadamboy. Yetdi. 80 tona o'z yutib oldi Qadamboy bolalar. Qarachi bolalar. Shu joyda videomiz o'zlariga yetdi bolalar. Qadamboy 80 tona yutib oldi. Bolalar sizlarni dezem o'zim bizlar bilan birga o'ynamoqchi bo'lsanglar, videoga tushmoqchi bo'lsanglar, videoga like bosib, kanalda hammasiga obuna bo'lishni unutmanglar bolalar. Keyinroq ko'rishguncha.